sizlarga undan oldin manzarani ko'rsatishga ulgurmagandim. Mana endi sizga manzara. Krasoteng. Men nima demoqchiman? Mana shu Balida turib, nimani esladim? O'tgan safar jonli efir qilganimda shunaqa mazza qilgandim. Hozir ham mazza qilyapman. Bu holat bir-biriga juda o'xshash holatlar. Men aytibki, shu qizlar bilan voskreseniya, ya'ni yakshanba kuni bitta mana shu Balini muhitida ham yana bitta jonli efir qilaman. Mana shu holatni birlashtiraman, sinergiyasi bo'lsin dedim. Shunday ekan, qizlar nima deysizlar? Yakshanba kuni bitta efircha qilamizmi? Qulay vaqtda yakshanba, men o'ylaymanki soat 3 larda hammamizga qulay bo'ladi. Bizni ham bu vaqtimizga, bu yerdagi vaqtimizga yaxshi vaqt. Sizlarga ham o'ylayman, kimga qiziq bo'lsa, savol-javob qilamiz. Aynan master-klassda nima bo'ladi, nimani siz ola olasiz u yerda. Так что jonli efirda ko'rishguncha savollaringizni tayyorlab turing. Вот, master-klass haqida aytib beraman. Sizni o'zingizni qanaqadir savollaringizga, даже siz master-klassga bormasangiz ham, o'sha sizni qiziqtiradigan savollarga javob berishga tayyorman. Shunaqa Balidan salomchalar.